Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Bu rayonning yarim rayoni, bu rayonning yarim rayoni, bu rayon. Bu rayon boshqa rayon nima deyiz aka? Dada sizni yaxshi ko'raman. Birin xur deyinmi, birin ginayim. Orol dengiz, orol bechora dengiz. Bozor uchar borolmaysan, ro'zg'orga ham qarolmaysan. Barchani Kamtarona dasturxonlar atrofida Chinor kafesida ko'rib turganimizda bag'oyatda xursandmiz. Swidaniyaga chiqqan payting nima beray marojnami? Qadrdonlar, bugun 17-yanvar 2026-yil Chinor kafesiga tashrif buyurgan. Konsert shou dasturimizning birinchi kuni, Xudo xohlasa chiroyli bo'ladi, fayzli bo'ladi. Sabab Farruxbek Nabiyev xizmatda va mehmon san'atkorimiz Nodirbek Xolboyev ham tashrif buyuradi. Mehmonlarimiz birinma-ketin keladi. Bir necha soniyalardan so'ng konsertimiz boshlanadi. Sizni keyingi konsertlarda kutib qolamiz. Kuzatishda davom eting. Diqqat. E'lon. Hozir konsert boshlansin deganlar balandroq qarsak chalasizlar. Chinor kafesiga kelgan aziz mehmonlarimizga uzoq yaqindan shaharu qishloqdan kelgan aziz mehmonlarimizga assalomu alaykum. Barchani yuzda kulgu tabassum konsert so'ngiga qadar saqlanib qolgay. Salomimni eshitganlar, salomimni qabul qilganlar bo'lsa, svet yoqilishi bilan qarsak chalsin. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan shaharu qishloqdan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar. Hamisha hamma vaqt bo'linglar. Bugun konsertimizni, ya'ni Chinor kafesida birinchi kuni, Xudo xohlasa kayfiyatlar zo'r, a'lo darajada. Xush kelibsizlar. Barchaga yoqimli ishtaha tilaymiz. Xush kayfiyat hamroh bo'lsin. Bugun ko'ngillaringni olish maqsadida san'atkorlarimiz tashrif buyurgan mehmon san'atkorlarimiz kutilyapti. Aslida o'zi konsertimiz 6 da boshlanishi kerak, lekin hali hamon mehmonlarimiz kelishyapti. Biz konsertimizni boshlayveramiz. Eng avvalo hozir birinchi 100 ming so'mlik o'yin bilan boshlaymiz. Ya'ni bitta o'yin o'tkazamiz. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma ishtirok etishi mumkin. Faqat qo'lingizda bitta telefon bo'lishi kerak. Men bitta raqam aytaman. Kim birinchi bo'lib mana shu raqamga telefon qilsa, mana 100 ming so'm naqd. Hazil emas. Demak, hamma eshityapti. Eshitilyapti orqadagilar. Ha, bitta raqam aytaman, yoqimli ishtaha. Telefonlar tayyor. Faqat olganimdan keyin o'chirib qo'ymaysizlar, kimligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. 94 kodi bilan 94 kodi bilan 44 yana bitta to'r. Yo. 2 0 2 0. Mana men olaman, faqat o'chirib qo'ymasin. O'chirib qo'ydi. Olyapman mana. Qani endi qattasiz. Bo'ldi, najdini tushyapsan. O'chirib qo'ymang faqat. Ko'rishimiz kerak-da. Qani aka?
Bitta qarsiya chalib yuborasizlar. Yuz ming so'm aka. Muborak bo'lsin. Bugun Xudo xohlasa qimmatbaho sovg'alarimiz ham konsert davomida topshiriladi o'z egalariga. Demak, eng avvalo bugungi mezbon san'atkorimizni e'lon qilaman. Chiroyli qo'shiqlardan bahramand bo'lasizlar. Qo'shiqlardan so'ng esa yana o'yinlarga qaytamiz. Bugun sizlarda xizmatinglarda mezbon san'atkorimiz 7 yoshdan 70 yoshgacha o'z muxlisalariga ega bo'lgan go'zal ijodkor vodiyimizning asl o'g'lonlaridan Farruxbek Nabiyev bo'ladilar. Qo'shiqlardan bahramand bo'lasizlar. Qarsagilar esa Farruxbek Nabiyevga. Marhamat. Shoqol ovga chiqadi tunda, itga o'xshab, bo'riga o'xshab, uyga qaytar oyoq uchida, zinokor o'g'riga o'xshab. Goho umr o'tar sudralib, goh kimnidir ko'nglini xushlab, bizga o'xshab yashaydi ilon, biz yashaymiz ilonga o'xshab. Bizga o'xshab yashaydi ilon, biz yashaymiz ilonga o'xshab. Kimgadir chaqib, gohida jim kesakni tishlab, bizga o'xshab yashaydi chayon, biz yashaymiz chayonga o'xshab. Nafsimiz ham gohida bir xil, xohlar sabzi karamni xushlab, bizga o'xshab yashaydi quyon, biz yashaymiz quyoniga o'xshab. Bizga o'xshab yashaydi quyon, biz yashaymiz quyoniga o'xshab. Bo'lsa hamki ko'zlarni avrab, bizga o'xshab yashaydi shayton, biz yashaymiz shaytonga o'xshab. Dunyo avval azal va ajab, o'tar ekan yoshini yashab, bizga o'xshab yashaydi hamma. Ha ha ha, biz yashaymiz hammaga o'xshab. Bizga o'xshab yashaydi hamma. Biz yashaymiz hammaga o'xshab. Biz yashaymiz hammaga o'xshab. Biz yashaymiz hammaga o'xshab.
tosh yo'lda non terganlarim bilan meni to'rtta tomonlar edi. Kammidi tosh yo'lda non terganlarim bilan meni to'rtta tomonlar edi. Menga g'anim bo'ldi jon berganlarim, menga g'anim bo'ldi jon berganlarim. Ona meni yomonlar edi. Ona meni yomonlar edi. Yoshlikni parvonalarga, ko'zlari suzilgan mastonalarga. Yoshlikni sovurdim parvonalarga, ko'zlari suzilgan mastonalarga. Boshimni egdirib ostonalarga, boshimni egdirib ostonalarga. Ona meni janonlar edi. Ona meni janonlar edi. Darrov chopdilar, har o'tgan izimdan xato topdilar. Gohi tishladilar, gohi qopdilar, gohi tishladilar, gohi qopdilar. Ona meni nodonlar edi. Ona meni nodonlar edi. Salmog'ini saqlab aytaman so'zimni, odob ahli aro tutib o'zimni. Nega ochirmaslar ayting ko'zimni, nega ochirmaslar ayting ko'zimni. Ona meni davronlar edi. Ona meni yomonlar edi. Ona meni janonlar edi. Bozor uchar borolmaysan, ro'zg'orga ham qarolmaysan. Bozor uchar borolmaysan, ro'zg'orga ham qarolmaysan. Birovdan qarz so'rolmaysan, agar senda pul bo'lmasa do'st. Ulfatlaring sendan qochar, qo'shnilaring siring ochar. Xotining ham zahrini sochar, agar senda pul bo'lmasa do'st. Ulfatlaring sendan qochar, qo'shnilaring siring ochar. Xotining ham zahrini sochar, agar senda pul bo'lmasa do'st. Pul bo'lmasa, pul bo'lmasa, pul bo'lmasa, pul bo'lmasa. Xotining ham zahrini sochar, agar senda pul bo'lmasa do'st. Bedavo bo'lib o'zing hech
kimsaga o'tmas so'zing, quloq solmas o'g'il qizing, agar senda pul bo'lmasa do'st. Afsus qilib yurma keyin, sog'liqni ham g'amini yegin. Kasal bo'lsang o'ldim degin, agar senda pul bo'lmasa do'st. Afsus qilib yurma keyin, sog'liqni ham g'amini yegin. Kasal bo'lsang o'ldim degin, agar senda pul bo'lmasa do'st. Pul bo'lmasa, pul bo'lmasa, pul bo'lmasa, pul bo'lmasa, kasal bo'lsang o'ldim degin, agar senda pul bo'lmasa do'st. Hasratlaring o'lsin, har bir kuning bayram bo'lsin. Cho'ntaging dollarga to'lsin, agar senda pul bo'lmasa do'st. G'am-u hasratlaring o'lsin, har bir kuning bayram bo'lsin. Hamyoning pullarga to'lsin, agar senda pul bo'lmasa do'st. Bo'lmasa, pul bo'lmasa, pul bo'lmasa, pul bo'lmasa, cho'ntaging dollarga to'lsin, agar senda pul bo'lmasa do'st. Pul bo'lmasa, pul bo'lmasa, pul bo'lmasa, pul bo'lmasa, hamyoning pullarga to'lsin, agar senda pul bo'lmasa do'st. Agar senda pul bo'lmasa do'st. Agar senda pul bo'lmasa o'zingizdan yasab oylarni, mensimadingiz bizni joylarni. Shu nafsingiz ko'chalarida yuribsizmi sevib boylarni. Ish tursin pul ishqida erib, sochni kesib qoshlarni terib, borimsiz deb boringiz berib, yuribsizmi sevib boylarni, yuribsizmi sevib boylarni. Yuribsizmi sevib boylarni, yuribsizmi sevib boylarni. Yolg'onchilar gulumsiz desa, ishonib tun kunimsiz desa, men-ku sizni ammo siz esa, yuribsizmi sevib boylarni, yuribsizmi sevib boylarni.
Yuribsizmi sevib boylarni Tilla uzik sirg'alar taqib Puli borga shilmayib boqib Ko'ngil qushlar odamlar yoqib Yuribsizmi sevib boylarni Yuribsizmi sevib boylarni Tamom bo'ldi dil rishtaginam Ayni dengiz sarishtaginam Qanoti yo'q farishtaginam Yuribsizmi sevib boylarni Yuribsizmi sevib boylarni Yuribsizmi sevib boylarni Yuribsizmi sevib boylarni Mutlaq jonli ijrodagi qo'shiqlari bilan xalqimizni qalbidan chuqur o'rin egallagan, xalqimiz mehriga sazovor ijodkor Farruxbek Nabiyev ijrosidagi jonli ijrodagi taronalar taqdim etildi. Hurmatli xonimlar va janoblar, barchaga xayrli oqshom. Barchani Kamtarona dasturxonlar atrofida Chinor kafesida ko'rib turganimizda bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsizlar. Yana bir bora tashrif buyurgan mehmonlarimizga assalomu alaykum degan holatda kechamizni chiroyli kayfiyatda boshlaymiz. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Mana kechamizni chiroyli kayfiyatda, chiroyli go'zal qo'shiqlar bilan boshlab ham oldik. O'yinlar o'tkazdik va o'yinlarimiz ham yana davom etadi albatta. Tashrif buyurgan mehmonlarimiz faol qatnashib turishadi degan umiddaman. Albatta bugun Chinor Cafes tomonidan bir nechta sovg'alar mana shu oqshomga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar uchun taqdim etiladi. Ayni daqiqalarda ham siz aziz mehmonlar bilan yana bir dona o'yin o'tkazamiz va navbatni kutib turgan sovg'ani o'z egasiga topshiramiz. Shirinxon, agar siz tayyor bo'lsangiz va qolganlar ham tayyor bo'lsa, navbatdagi o'yin uchun ishtirokchilarni bu safar sahna markaziga taklif etamiz. Agar xohlovchilar bo'lsa, yigitlardan, qizlardan, kafening aziz mehmonlaridan sahna markaziga tashrif buyurishlarini so'rab qolaman. Navbatdagi o'yinimizni boshlashdan avval 3-o'yinimizni shartlarini tanishtirib o'tsak, esingizda bo'lsa, 3-o'rinimiz Instagramimiz bilan bog'liq bo'ladi. Chinor kafesini Instagramiga obuna bo'lib, oxirgi qo'ygan postimizga eng ko'p kommentariy yozgan insonimizdan bittasi tanlab olinadi. O'yinimizning shartlari shundaki, Chinor kafesini Instagram akkauntiga obuna bo'lishadi, oxirgi postiga like va kommentariy yozib qo'yishadi. Va aynan mana shu yerda o'tirgan ishtirokchilarimizdan biri aynan sovg'amizni g'olibi bo'lib qolishi mumkin. Albatta to'g'ri aytasiz. Bir necha kun avval Instagram profiliga qo'yilgan ma'lum bir video bor. Mana shu videoni kommentariyasiga kirib xohlagancha komment yozasizlar. Hozir esa o'tkaziladi. 3-shartimizda bumerang tarzida. Ana shunda agar sizni akkauntingiz tanlansa, demak siz g'olib bo'lasiz va Chinor Cafes tomonidan tayyorlangan maxsus sovg'ani mana shu g'olibimizga topshiramiz. Hozir esa ikkinchi o'yinimiz bo'yicha ishtirokchilarimizni sahna markaziga taklif etamiz. O'yinimizni sharti qiyin emas. Shu sababdan bemalol yigitlar ham, qizlar ham, opa-singillarimiz ham, aka-ukalarimiz ham ishtirok etishlari mumkin. Bilishimiz bo'yicha bu yerda tug'ilgan kun nishonlayotgan insonlarimiz mavjud ekan. Adashmasam to'g'rimizdagi stolda o'tirishibdi akalarimiz. Undan tashqari yana bitta stolda tug'ilgan kun nishonlayotgan insonlarimiz bor edi. Aynan shu stollardan xohlagancha insonlar chiqishi mumkin, taklif qilib qolamiz. Qolgan ishtirokchilarni ham taklif qilamiz. O'yinimiz shartlari juda oson va qiziqarli bo'ladi. Bemalol, bexijolat chiqishlaring mumkin. Albatta bugun tavallud kunlarini do'stlar davrasida, oila davrasida nishonlab turgan kafening aziz mehmonlaridan ishtirokchilarni sahna markaziga taklif etamiz. Marhamat qilasizlar, bormi xohlovchilar? Bormi ko'ngillilar? Bugun Farruxbek Nabiyev jamoasini administratori Abdumutalib akamiz ham tavallud topgan kunlari. Mana shu yigitni ham o'yin uchun sahna markaziga taklif qilamiz. Marhamat. Qolgan ishtirokchilarimiz Shirinxon, agar malol kelmasa, mana shu tarafdan ham ishtirokchilarni narigi yo'lakdan taklif qilasiz.
Azbek aka, mana shu stoldagi do'stlarning iltimosiga ko'ra sizni davraga Bu taklif tomonda qilamiz. kim bor chiqadigan Marhamat. insonlarimiz? Mana dastlabki ishtirokchimiz sahna markaziga yetib keldilar. Shu yurak yutib kelgan mehmonlarga bitta qarsak chalib qo'yinglar. Hayajonlari yoziladi aziz mehmonlar. Rahmat. Ishtirokchilarimiz chiqishni boshlashdi. Qani bu tomondan bormi? Bugun Chiqamizmi? tug'ilgan kun nishonlab turgan Уже hurmatli bo'ldik. mehmonlar. Kecha sababchisi bu akamizmi? Umidjon akani davraga taklif qilar ekanmiz. Umidjon aka, Aynan mana shu stoldan chiqishlaringni taklif qilishyapti. Yuring aka. xo'p, bormi yana xohlovchilar bo'lsa bexijolat chiqib o'yinda ishtirok etib, Umidjon aka sizni bugun g'olib bo'lib ketishingizga biz ham ozgina yordam beramiz. Umidjon akaga bitta qarsak chalib qo'yinglar. Oson emas, yurak yutib. Mana Azbek ham hayajonni bosish uchun ko'lalarni ichib sekin. O'yin Nastroy shartlari bo'lyapti. baqa chiqqanlaringdan keyin aytiladi albatta. Bu tarafda o'tirganlardan Yo'q, xohlovchilar unaqa bo'lsa. qiyin shart emas. Oson, Kelinglar, marhamat. qiziqarli shart. Epla olasiz, bemalol chiqaring. Umidjon aka, bugun tavallud ayyomlarini nishonlab turgan akamliklar bilan o'tsin. Yana ikkita ishtirokchi kelsa o'yinimizni boshlab yuboramiz, aka. Marhamat. Yana bitta ishtirokchi kerak bizga. Bormi yana xohlovchilar? Bu chap tarafdan hech kim chiqmadi shekilli. Bu tomonda ayollarimiz bor edi. Boyadan beri boshlaysizlarmi, boshlaysizlarmi deb o'tiradi. Yuring opa, chiqing. Keling opa. Oson shart. Keling, ayollarimizdan bitta bo'lsin. Yana bir dona ishtirokchi chiqsa o'yinimizni boshlab yuboramiz. Umidjon akani do'stlaridan Umidjon akaga yordam beradiganlar bo'lsa, bexijolat. Bu akamizning ismi kim? Bahodir aka. Bahodir aka keling. Keling. O'yinimiz osondan oson aka. Osongina bir 100 mingni devasiga sovg'ani yutib ketasiz. Bahodir aka keling. Chinor kafesidan bugun esdalik bo'lib qoladi sizga bir umrga. Keling aka, shuncha inson ishonib chaqiryapti sizni. Bo'ldi. Mana ishtirokchilar ko'payib ketishdi. Bo'ldi, mana o'yinimizni boshlaymiz. Mana shu ishtirokchilarimizni qo'llab-quvvatlab, mehmonlar bitta qarsak chalib qo'yinglar. Rahmat. Ishtirokchilarimizni hammasi yigitlarimiz. Yoshligimizda televizorda ko'rib, katta bo'lganmiz. Afrika taraflarida yovvoyi hayvonlar yashaydi. Shu yoshlikdan yoqtirgan hayvonlaringni ovozini o'xshatib berasizlar. Demaymiz. Hali hazil albatta. Demak, sovg'amiz tayyor bo'lsa, o'yinimizni boshlaymiz. Tez aytish. Eng ko'p tez aytishni aytgan odam o'yinimizda g'olib bo'ladi. Azbek siz tarafdan boshlaylikmi? Bo'lmasa o'rtadan boshlaylikmi? Bo'pti, bu tarafdan boshlaymiz. Aka tayyorsiz-a? Xo'p, bu akamiz birinchi bo'lib boshlab berayotganligi uchun akamizga ikkita shans beramiz. Tayyormiz? Demak, tez aytishimiz shunaqaki, yaxshilab eshitib olasiz. Bitta nafasda eng ko'p aytgan odamga, demak, g'olib bo'ladi. Bu rayon rayonning yarim rayoni. Ha. Ya. Bu rayon rayonning yarim rayoni. Bitta nafasda kim ko'p aytsa. Qani ketdik. Tayyormisiz? Boshladik. Bu rayon rayonning yarim yaroni. Xo'p, akamizga ikkita shans beramiz deganmiz. Umidjon aka. Qochib ketmang. Qayda yorqizga, iye? Xo'p, ikkinchi shansdan foydalanadilar. Qani ketdik. Bu rayon rayonning yarim yaroni. Rahmat. Abdumdalib aka, kayfiyatlar yaxshimi? Sezon yaxshi bo'ldi. O'shaning uchun kayfiyat yaxshida. Yangi mavsum ham omadli kelsin. Tayyorsiz-a? Bu rayon rayonning yarim rayoni. Ketdik. Bu rayon rayonning yarim rayoni. Bu rayon rayonning yarim rayoni. Bu rayon Bu rayon boshqa rayon nima deysiz aka? Ishtirokingiz uchun rahmat. Shahzodbek. Xo'p, tayyormisiz? boshqa. Yo, boshqa shart emas, hammaga bitta. Bu rayon rayonning yarim rayoni. Rayon o'zimiz rayon. Rayonmi? Rayonmi? Bu rayon rayonning yarim rayoni. Rahmat. Bittadan shans beryapmiz, aka keling. Baham o'zimizdan yo mehmonlardan? Mehmonlarda. Xo'p, tayyorsiz-a? Bu rayon rayonning yarim rayoni. Ketdik. Bu rayon rayonning yarim
Bu yigitimiz eng yosh ishtirokchimiz. Yana bitta shans beraylikchi, eplar. Tayyorsiz? Ketdik. Bu rayon 3-chi shans bermaymiz. 2-shartni, 3-shartni ham shunaqa qilasiz. Rahmat. Ishtirokchilarimizga bitta qarsak chalib qo'yinglar. Rahmat ishtirokinglar uchun. Sovg'a yonga qoldi. Azbek aka, men o'tirib aytsam ko'proq aytaman dedilar, yonlariga keldik. Bu rayon rayonning yarim rayoni. Qani ketdik. Do'stlar uchun ketdik. Yetalmayman, yo yetalmayman. Yetalmayman. Bitta harakat qilib ko'ring. Rosa urindim, yetalmayman. Bo'lmadi. Xo'p, Umidjon aka ham shunaqa dedilar. Men o'tirib aytsam xotirjam bo'laman dedi. Umidjon aka, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bitta harakat qilib ko'ring. Birinchi uchrashuvda qiz ham rozilik beravermaydi-yu. Ketdik aka. Bu rayon rayonning yarim rayoni. Bitta qarshi javoringlar. Ketdik. Gapiralma, yo aka, yo. Ama bitta nafasda yo'q-yo'qni juda ko'p aytdingiz aka. Hamma ayla. Xo'p. Ushbu o'yinimizda g'olib topilmadi. Endi biz butun zalga bitta savol beramiz. Mana shu savolni topgan javob egasiga shu sovg'ani topshirib yuboramiz. Yaponiyalik olimlarni tadqiqotlariga qaraganda ayollarni 80% ni xursand qiladigan bitta gul turi bor. Mana shu gul turi nima deb nomlanadi? Atirgul. Xo'p, atirgul degan variant ham bor, yaxshi, lekin noto'g'ri javob. Ayollarni ko'proq xursand qiladigan gul turi bu Atirgul. atirgul. Bu tomonda javoblarimiz bor ekan. Yaxshi. Eshitamiz. Qanaqa? Sakura degan javob ham keldi. Yo'q, Xo'p, sakura akamizda emas. javob bor. Nilufar? Yo'q. Lola degan javob ham bor. Yaxshi, lekin noto'g'ri edi. Liliya. Javoblar Siz bormi? javobini aytib qo'yasiz shekilli. Taxminlar? Va o'zimizdan aka. Xo'p, bu tarafdagi akalarimiz umuman boshqa dunyo. Sizlarni bu tomondagi konsertga aloqalaring yo'q shekilli. Ayollarimiz biladimi? Savolga javob bormi? Yo'q. Bu ham yaxshi. Olicha guli. Yaxshi. Ayollarimizni eng ko'p xursand qiladigan gul turi bu Atirgul bo'lsa kerak. Orxideya? atirgul. Yo'q. Yaxshi. Orxideya ham deyishdi. Bu ham yaxshi javob, lekin noto'g'ri edi. Bu stoldagilar, sizlarda javob Javob bormi bu tomonda? Sakura. Sakura. Bu tomonda Tulpan, ajoyib Lola. javob chiqdi, Nodir Yaxshi aka. javob. Franklin deyishyapti. Kim? Franklin. Franklin. Ayollarga, erkaklarga ham yoqadi u Franklin. Erkaklar tomonidan aytilyapti. Guldan bo'lgan guldasta, puldan bo'lgan guldasta. Yaxshi javob. Javob bormi bu tomonda, onajon? Yapon saforasi. Yaxshi javob. Bu ham lekin Qizlar. noto'g'ri edi. Ishtirokinglar uchun rahmat. Assalomu alaykum. Sizlarda bormi javob? Xo'p, sizlarga yoqimli ishtaha. Bizni Yo'q. bezovta qilmay iloj boricha konsert so'ngacha deyishdi. Xo'p. Qanaqa javob? Boshqalarni bilmadim, lekin men pul degan bo'lardim. Puldan yasalgan Qizil atirgul. qizil atirgul. Qizil atirgulga ham kimdir xursand bo'ladi, lekin umumiy olganda bu noto'g'ri javob edi. Sizlarda qanaqa javob? Bu qizlar hali gul olmabdi shekilli. Yo'q. Shiroxon, sizda javob bormi? Javobga yaqinlashdik. Yaqinlashganlar bor-a? Bor. Sizlarda qanaqa javob? Nima de? Lola. Noto'g'ri javob edi. Rahmat ishtirokingiz uchun. Assalomu alaykum. Javobini aytib qo'yapsizmi deyman. Shiroxon, bizda javob bor. Bitta qarshi chalib yuborasizlar. Bizda ham bor edi. Javob bormidi? Bor edi. Ha, javob bor demadingiz-ku. Yaqinlashdik dedim-ku. Xo'p, Xo'p, javoblarini aytsin. Qaysi stolda? Bu stolda. Nima degan javob bo'ldi? Sizlar tomonidan eshitdik. Menga bu akamiz ikkinchi bo'lib bu qizimiz topgandan keyingi javob bo'lganligi uchun ularni ham inobatga olamiz. Agar bu qizimizniki aniqroq javobga yaqin bo'lsa, g'olib siz tarafda bo'ladi. Yo'q, yaqinlashishdi xolos. Shuning uchun biz eshitdik birinchi, lekin yaqinlashishdi xolos. Aynan aniq javob aytilmadi. Xo'p, menda aniq javob bor lekin. Siz ayting endi. Bular nima deyishdi? Aynan ayollar uchun olib kelingan gul deyishdi.
Yaxshi. Aynan ayollar uchun olib kelingan gul. Xo'p, kim javob berdi bularda? Mana shu akamiz Aka, kepkadagi. yana ozginaga chiqing. Keling. Aka, siz ham bir daqiqaga mumkinmi? Bu tomonda ham to'g'ri javob bor edi. Bu ikkalalari bir xilda bergan javob shunaqa ediki, ayollarimizni eng ko'p xursand qiladigan gul bu sababsiz berilgan gul edi. To'g'rimi ayollar? Onajonlar to'g'ri javobi. To'g'ri degan olqishlab qo'yamiz. Aka keling. Yuzma-yuz bo'ldi. Haqqoniy tarzda aniqlandi. Bu akamiz birinchi to'g'ri javobni berganligi uchun mana shu akamizga sovg'amizni topshiramiz. Tabriklab qo'yishinglar mumkin. Sababsiz berilgan gul ayollar uchun eng yaxshi gul turi edi. Sovg'ani topshiramiz g'olibimizga. Qarsigilarni chalib qo'yasizlar. Ikkinchi urinishda akamiz sovg'aga ega bo'ldilar. Yaxshi kunlarga. Sovg'a ham o'zi kendayamga ketadigan sovg'a. Yengilgan Chinor kafesidan esdalik. Aytishmaydi. Hurmatli mehmonlar, barchaga yuqori kayfiyat hamroh bo'lsin. Keyingi chiqishimizda Instagram orqali kommentariya belgilagan, yozgan g'olibimizni aniqlaymiz. Ayni daqiqalarda esa kechamizni yana bir mehmon san'atkori, siz va biz intiqib kutayotgan ijodkor, milliy va zamonaviy qo'shiqlarning mahoratli ijrochisi Nodirbek Xolboyevni qarshi olamiz. Agar malol kelmasa, Guldiroz Qarsigilar bilan. Marhamat, kechamizni mehmon ijodkori Nodirbek Xolboyev yaqin daqiqalar davomida. Dada sizni yaxshi ko'raman. Baribir hamma ovqatlanib o'tirar ekan. Haligi bu kafening anaqasini ko'rganda Instagramda san'atkorlar yurib aytayapti, shuning uchun yuryapman men. Rever vaylamasin. Yurakning bir bandi usilgan kecha, asrlar singari cho'silgan kecha. Yurakning bir bandi usilgan kecha, asrlar singari cho'silgan kecha. Chimildiq ichida sening o'rningda o'zga bir kelinchak susilgan kecha. Yig'ladim, 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 yig'ladim. Takdirimi başımda oynagan qamchi, sochingmi armonim uchgan arg'amchim. Chorlagandek bo'lar kimdir olisdan, nahotki senmisan o'shal aldamchi. Bilmadim, 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 bilmadim. Başımı bağlaştı, bağlandım canım. Kalbimni dağlaştı,
bağlandım canım. Başını bağlaştı, bağlandım canım. Kalbimni dağlaştı, dağlandım canım. Seni huzuringa varmakçı bulunup neçe bar çağlandım, çağlandım canım. Varmadım, varmadım, varmadım. Yığladım, bilmedim. Varmadım, varmadım. Salomat bo'linglar. Yaxshi kayfiyat. Hali ham hech kim o'ynamaydi, yana davom etaveraylik. Muhabbet bağıga kirmedim bir bar. Suygan gülümge qo'l urmadim bir bar. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Birisiga o'xshamas yor, ko'zimning yoshlari to'xtamas yor. Suyarman bir unga, bir bunga qarab, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Nigahım bilen bir sen irkelep dudağım bilen yaşarman sabu günahım bilen yaşarman sabu günahım bilen koynumda bir yar ko'nglimda bir yar koynumda bir yar ko'nglimda bir yar. Birin hurdiyinmu, birin günahim. Suymaganım, suyganimdan munoyim. Bu qanday ko'rgilik ekan Xudoyim. Bu qanday ko'rgilik ekan Xudoyim. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Hey, oh, ya. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Rahmat sizga. Omad. Salomat bo'ling, rahmat. Yaqin daqiqalar davomida chiroyli qo'shiqlari bilan xalqimiz ardog'idagi ijodkor Nodirbek Xolboyev bo'ldilar. Guldiroz qarsigilarni chalib qo'yasizlar aziz mehmonlar. Tashakkur, chiroyli qo'shiqlar, go'zal ijrolar uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Ayni daqiqalarda kechamiz mezbon ijodkori Farruxbek Nabiyev ijodiy jamoasiga yana yuzlanamiz. Yana chiroyli qo'shiqlari bilan siz aziz mehmonlarni xushnud etadilar. Barchaga yuqori kayfiyat hamroh bo'lsin. Ozgina daqiqalardan so'ng sizlar bilan birgalikda Instagram orqali g'olibimizni aniqlaymiz. Marhamat, Farruxbek
Nabiyev jamoasidan chiroyli qo'shiqlar. Go'zal kayfiyat va go'zal qo'shiqlar bilan davom etamiz. Orol dengiz, orol bechora dengiz, Zilol dengiz, suvi ovora dengiz, Vaqt qora manglayi qora dengiz, Ko'z oldimda birar jon, Ko'z oldimda birar jon. Qanib qadim qirg'og'ida bog'lari, Biroq yuzida jaldog'lari, Somonday sarg'ayib qizg'aldoqlari. Ko'z oldimda birar jon, Ko'z oldimda birar jon. Falon yurtga sig'may tag'in kim ko'chdi, tag'in qaysi uyim chirog'i o'chdi. Ko'z oldimda birar jon, Ko'z oldimda birar jon. Osmonlarga qo'l yetgan davronim, Top bir chora bo'lmagan bezabonim, Peshonamga bitgan yolg'iz ummonim. Ko'z oldimda birar jon, Ko'z oldimda birar jon. Orol dengiz, orol bechora dengiz, Zilol dengiz, suv ovora dengiz, Vaqt qora manglayi qora dengiz. Ko'z oldimda birar jon, Ko'z oldimda birar jon. Yordam ber, qo'ling ber ey aziz inson. Jamoli, jamoli, boshida turib rumoli,
bizga nasib etarmikan visoliya visoliya bizga nasib etarmikan visoliya visoliya ey gul badan jon oluvchim tezroq jonim olsang-chi ey gul badan jon oluvchim tezroq jonim olsang-chi tezroq jonim olsang-chi qachongacha ko'chamizdan o'tasan 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 qachongacha qiyo boqib ketasan 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 qachongacha bizni ado etasan 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 qachongacha bizni ado etasan 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 ey gul badan jon oluvchim tezroq jonim olsang-chi ey gul badan jon oluvchim tezroq jonim olsang-chi tezroq jonim olsang-chi shoh mardona soylari sonlanib boqadi ya sonlanib boqadi tokinlari qaryona tovlanib oqadi ya tovlanib boqadi soy bo'yida nozanin sochini taraydi ya sochini taraydi sochini tarab qaryona ul shu qaraydi ya shu qaraydi sochini tarab qaryona ul shu qaraydi ya shu qaraydi qaramasa bular ekan shu barnoya shu barno qarashlardan sezib qoldim o'zgacha ma'noye o'zgacha ma'no shu qarashlarga qarab jon o'rtanadi ya jon o'rtanadi ishqi bilan yurak mag'rim lovlov yonadi ya lovlov yonadi ishqi bilan yurak mag'rim lovlov yonadi ya lovlov yonadi shoh mardon tog'larida erimaydi qor erimaydi qor orqasidan chaqirsam qaramaydi yori qaramaydi yor qarasa qaramasam na parvoyim bor na parvoyim bor yoshligimda ko'ngil bergan sinfdoshim bor sinfdoshim bor hech kimga aytmay yoring hech kimga aytmay yoring bo'lib yoningda yursam o'shinamu yoningda yursam o'shinamu qadrushka qilib gulyat qilib qadrushka qilib gulyat qilib yoningda yursam o'shinamu yoningda yursam o'shinamu biray marojnami Svidaniyaga chiqqan payting nima beray marojnami marojnani sen tishlagan joyidan tishlasam mujnami yoningda yursam mujnami
hech tong otmasam, zuvaloq bizni uyg'otmasam, tun bo'lsa-yu tong otmasa, budullik bizni uyg'otmasam, telefonimni bezuvik qilib yoningda qolsam o'shinamu, yoningda yursam o'shinamu. Isming sani Natashadur, krasavitsa deb atashadur. Isming sani Natashadur, krasavitsa deb atashadur. Meni yubga yarashadur, kavalering bo'lsam o'shinamu, yoningda yursam o'shinamu. Hech kimga aytmay yoring bo'lib, hech kimga aytmay yoring bo'lib, yoningda yursam o'shinamu, yoningda yursam o'shinamu. Rahmat, salomat. Farruhbek Nabiyev yaqin daqiqalar davomida chiroyli qo'shiqlarni jonli ijro tarzida taqdim etdilar. Hurmatli mehmonlar, ayni daqiqalarda Instagram orqali g'olibni aniqlash daqiqalariga yetib keldik. Mana shu daqiqalarda kommentariy orqali aktiv bo'lib turgan ishtirokchilarimizni orasidan g'olibni aniqlaymiz. Buning uchun bizga agar mehmonlarni kuzatib bo'lgan bo'lsa, Doniyorjon aka kerak bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Mehmonlarni xotirjam kuzatib, biz yonimizga yaqinroq kelishlarini iltimos qilaman. Doniyor akamiz bo'shagunlarga qadar o'yinimiz shartlarini yana bir marta takrorlab o'tamiz. Diqqat qilinglar. Instagram sahifamizga albatta obuna bo'lgan bo'lishlaringiz shart va undan tashqari o'sha videoyimizga like va kommentariy bo'lishi shart. Aynan hozir mana shu yerda o'tirgan insonlarimizdan bir inson g'olib sifatida tanlab olinadi. Albatta, g'olibimizni mana shu yerda mehmonlarni qatoridan joy olganlar tashkil etadi. Hozir bu kommentariy yozib o'zi kelmaganlar ham bor. Agar ishtirokchilar orasida mana shunday insonlar ham belgilangan yoki g'olib bo'lib chiqib qolsa, ularning g'olibliklari inobatga olinmaydi. Hozir mana shu yerda o'tirganlardan g'olibni aniqlaymiz va sovg'alarni topshiramiz. Doniyorjon aka, agar mehmonlarni kuzatib bo'lgan bo'lsa, marhamat, bizga yaqinroq kelasiz. O'zingiz ham kerak bo'lasiz. Keyin mana shu mehmonlarimiz orasidan bitta ko'ngilli ishtirokchi bo'lsa, o'yinimiz yana ham haqqoniy o'tayotganligiga o'zi guvohlik beradi. Hop, birorta ko'ngilli odam bo'lsa, bu ko'ngilli odamimiz biroz yoshi kattaroq inson bo'lsa yaxshi bo'lardi. Maylimi? Xohlovchilardan bo'lsa, bir dona odam biz yonimizga kelsa, mana shu yerdagi mehmonlardan. O'yinimiz haqqoniy o'tishi uchun bir kishi bizga yordam beradi. Bosilgan like-dan ko'ra yozilgan kommentariyalarning soni juda ko'p ekanligi ma'lum qilindi. Yosh katta odam. Ha, keling. Eng qarisiman deb qo'ya qoling, o'rgili deydi-yu. Kela qoling, marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi kechamizning eng aktiv muxlislaridan, mehmonlaridan biri. Xush kelibsiz. Chinor kafesining taomlari haqida fikrlaringizni ikki og'iz bildirib qo'yasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu kafega kelgan mehmonlar, menimcha yaxshi, hamma yo'q yaxshi, ovqatlari juda ham mazali. Qaraydigan odamlar ham aktiv, ayniqsa qo'shiqlar juda ham yoqimli. Haligi juda yaxshi dam olyapmiz. Rahmat sizlarga ham. Tashakkur, rahmat. Bugungi kechamizga tashrif buyurgan barcha mehmonlarga yuqori kayfiyat hamroh bo'lsin. Ayni daqiqalarda Doniyorjon aka ushbu videoga kirasiz. Kommentariyasiga kirib berasiz. Kommentariyalarni shunday o'tkazib, tushiraverasiz, faqat tezlik bilan. Shu oxirlashib qolganda bir 3 dan pastga qarab sanaymiz. Pastga ham tushirasiz, sababi 1240 tadan ko'p kommentariya yozilgan. Biz esa mana shu yozganlarning orasida g'olibni aniqlashga harakat qilamiz. Demak,
Kiring kommentariyaga. Ha, o'tkazaverasiz aka. Nima bo'lsa bo'ldi. 5 4 3 2 1 va stop. Qaysi birini bossiz? Mana shuni yozdingiz-a? Shumidi? Ayni daqiqalarda akamiz to'xtatgan Instagram akkaunt agar shu yerda bo'lsa, borman deydi. Shohrux Duxol. Realniy или не? Shohrux. Mana ko'rishinglar mumkin. Bekzod Okeyn 3 yozgan uni tevasida. Pasida ham Bekzod aka. Bu bola video qo'yilgandan beri kuniga bilmam 500 tadan komment yozyaptimi? Kelgandan beri to'xtagan yo'q. Rostdan aytdimi o'zi? Rostdan bitta begona 10 ta Shohrux chiqyapti aka. Ko'p qilgani boshqa ishingiz yo'qmidi sizga? Dunyodaga 1 daqiqa. Keling. Boya qistirib ketilgan narsa sovg'a edi. Mana shu sovg'ani Shohruxbekka topshirasiz. Demak 1 2 3 4 150 ming so'm pul yutug'i Shohruxbekka Gulroz Qarsigilan chalib qo'yasizlar. Tashakkur. Xolisimizga ham minnatdorchilik izhor qilamiz. Sizga ham kattakon rahmat. Yana Farruxbek Nabiyev ijrosidagi chiroyli qo'shiqlar bilan oqshomni davom ettiramiz. Barchaga yuqori kayfiyat hamroh bo'lsin. Jonli ijrodagi go'zal qo'shiqlari bilan Shohrux Farruxbek Nabiyev. Davom etamiz. Shohrux, tabrik. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Eshitadigan qo'shiqlardan aytib beraylik, bu o'ynaydiganlaridan qanaqasidan bo'lsin. Shunaqasidan bo'lsin. Sog' va salomat bo'lishlarini hamda umr yo'ldoshlari bilan baxtli bo'lishlarini tilakdoshimiz. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsa. Gulroz Qarsigilan chalib qo'yasizlar. Happy birthday. Tabriklaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Sizlarga yuqori kayfiyat. Aziz Balki uchgan edim yodingdan, shirin xayolingni buzdim-u. Laylo laylo seni yoningda birdam ko'rmoqchidim o'zimni. Laylo laylo seni yoningda birdam ko'rmoqchidim o'zimni. Dilnavozim dilafgorim yoningga uchay Laylo. Hislarimni yo'llaringga marjonday sochay Laylo. Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo. Agar ishqimni rad etsang qaylarga qochay Laylo. Jon Laylo.
yana paydo bo'ldim yo'lingda, yo'llaringda yana bo'zladim, yana paydo bo'ldim yo'lingda, yo'llaringda yana bo'zladim, bechora qalb sani qo'lingda, yo'llaringda mani ko'zlarim, dilnavozim dilafkorim yoningga uchay Laylo, hislarimni yo'llaringga marjonday sochay Laylo, senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo. Agar ishqimni rad etsang qaylarga qochay Laylo. Jon Laylo. Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim, senga tengdosh Pomiru oqsochdiyon shon o'zbegim. So'ylasin Afrosiyobu, so'ylasin Urg'un hadid ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Sehrli diyar, uxlar edi kolum ham hali, dengiz ortin yoritdi ilk bor, Birunining aql mash'ali. Bobomizning aql mash'ali. Galunda bor alamim mani, O'zbekiston vatanim mani. Galunda bor alamim mani, O'zbekiston vatanim mani. Kechmishing bor chindan ham uzoq, ilg'ay olmas barchasini ko'zim. Maqtamasman mozingni biroq, o'tmishingga ko'z tutgim bir zur. Sabga olib keng Osiyoni, bir zot chiqdi mag'rur davongir. 200 yil yarim dunyoni sir qaqshat oqsoq jahongir. Erman bugun u mani, O'zbekiston vatanim mani. Erman bugun u mani,
vatanim menim O'zbekiston vatanim menim Ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo barchasiga guvoh yer osti lekin do'stlar sher ahli ara jahongir kam bo'lar rosti besh asr kim nasmi saroyni titratadi zanjirband bir sher Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher Dunyo bo'ldi chamanim menim O'zbekiston vatanim menim Dunyo bo'ldi chamanim menim O'zbekiston vatanim akalarimiz talabiga binoan xizmat berar ekanmiz. Eski do'stlar eski do'stlar boshimning toji ular yoshligi uzar mardligi shaf boji g'roji ular eski do'st yonimda bo'lsa eslatar yoshliklaring o'ynab o'tgan ko'chalar ham qancha beboshliklaring tog'u dasht gulzor bog'lar birga o'tgan yo'llaring ovlagan oqularim qirg'ovul qunduzlaring eslatar bir nozanin shun chekkan ohularing
Yüzleri gülgün gülendan, gözleri caduları. Eski dostlar, eski dostlar, boshimni toji ular. Eski dost yüz yaşta senga olqish aytay. Yangi dost topmak güzeldir, eskidik bulmak qiyin. Bu hayat sınav mekanı, biz bilan oynar o'yin. Do'st ham odam, do'st ham odam, aybin topib aytaverma kun sayin. Chalay mudrik ushbu kunda eski do'stlarni kuyla hofiz ham jaranglab, eski do'stlarni to'yib. Eski do'stlar, eski do'stlar, eski do'stlar, eski do'stlar, boshimni toji ular. Rahmat, salomat bo'ling, e'tiborlar uchun rahmat. Salomat. Juda ham chiroyli taronalarni tingladik. Ana endigi navbat raqslarga bo'ladi. Hijolat bo'lmasdan bemalol chiqib ana shu raqs maydonchasini to'ldirib, maza qilib do'stlar bilan xursandchiliklarni nishonlashingiz mumkin bo'ladi. Farruhbek Nabiyev ijrosidagi raqs bob taronalar sizlar uchun barchani raqslarga taklif qilamiz. Marhamat. Shohmardon, xo'p bo'laman. Shohmardon soylar, shohmardon soylar, sollanib boqadi-ya, sollanib boqadi. Ey shohmardon soylari, shohmardon soylar, sollanib boqadi-ya, sollanib boqadi. Kokinlari qaryona tovlanib oqadi-ya, tovlanib oqadi. Soy bo'yida nozanin sochini taraydi-ya, sochini taraydi. Sochini tarab qaryona ul shu qaraydi-ya, shu qaraydi. Sochini tarab qaryona ul shu qaraydi-ya, shu qaraydi.
sho'x qarashlarini tashlab sho'x qarashlarini tashlab ketolmagayman ketolmagayman soylar toshqinul yuziga o'tolmagayman o'tolmagayman o'tolmasam ul yuziga yomon bo'ladi yomon bo'ladi bir umrga yuragimga armon bo'ladi armon bo'ladi bir umrga yuragimga armon bo'ladi armon bo'ladi yasha yasha sevgan yorimni oy jamoli bor mana sevgan yorimni oy jamoli bor jamoliga yarashgan hindu holi bor jamoliga yarashgan hindu holi bor yurakkina o'rtaydi so'zini eshitsam yurakkina o'rtaydi so'zini eshitsam tillarining uchida asal boli bor tillarining uchida asal boli bor yasha yasha qomatlari kelishgan sochlari chambar qomatlari kelishgan sochlari chambar siynay sof uzra zulflari zarzar kipriklarini o'ynatib g'amzalar otib kipriklarini o'ynatib g'amzalar otib to'lqin urib boqishi qalbimni uritar to'lqin urib boqishi qalbimni uritar gülü sizlar barno yigit sho'x qizlar vatanim guli sizlar barno yigit sho'x qizlar zamonamda ozod qush davraga tush zamonamda ozod qush davraga tush minnat qilib tolmangiz bor bo'linni hormangiz minnat qilib tolmangiz bor bo'linni hormangiz chalib torim kulay qush davraga tush chalib torim kulay qush davraga tush begoyim g'ashingizga degoyin yor qizil olma shohid g'ashingizga degoyin yor bekatdagi begoyim g'ashingizga degoyin yor qizil olma shohid g'ashingizga degoyin yor
boshingiz omon bo'lsin boshingiz yor yore yore olma bo'lib teksining menga otgan toshingiz yor yore yore 18 yoshingiz omon bo'lsin boshingiz yor yore yore olma bo'lib teksining menga otgan toshingiz yor yore yore Dünya bir meyhane Sağlar undan begona Bir piyona ish ichgin Yurak bo'ldi g'amxona Bu dunyo bir meyhane Sağlar undan begona Bir piyona ish ichgin Yurak bo'ldi g'amxona Olisdagi osmonim osmonim Yolg'izgina armonim armonim Ishqingda kuylay desam ishqingdan so'nib borar hazonim Doniyorbek rahmat salomat bo'linglar Men birdan divonaman balki nodon Men birdan divonaman balki nodon Fani dunyo ichra edi bag'rim mani qon Huzuringdan o'zga huzur yo'q menga janon Huzuringdan o'zga huzur yo'q menga janon Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim Bilmay kirib qoldim netay gulzorlaringga Oromi jon naqsh olmayu nokzorlaringga Boshim qo'yib jon bersaydim gulnorlaringga Boshim qo'yib jon bersaydim gulnorlaringga Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim Quchog'ingda qo'yningda qolsam Ey gul badan marjon bo'lib bo'yningda qolsam O'lgunimcha quchog'ingda qo'yningda qolsam Xudo ursin o'zgalarga gar nazar solsam Xudo ursin o'zgalarga gar nazar solsam Oh jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim
Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmading. Salomat bo'linglar. Shu sozandalarimizga ham bitta chiroyli qarsigilarni chalib qo'yinglar. Farruxbek Nabiyev jamoasi. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz mehmonlar, mana shu daqiqalarda qo'shiqlar bilan chiqishlarga nihoya yasaymiz. Qolganlar bemalol o'tirib, ham suhbatlari bilan bemalol taomlarni tanovul qilib o'tiraveradilar. Biz bilan bo'lganingizga rahmat. Mana shu yaqin daqiqalar davomida bizni xursandchiliklarimizga sherik bo'lganinglar uchun hammalaringizga minnatdorchilik izhor etamiz. Xudo xohlasa, har oyda mana shunaqangi shoular bilan, mana shunaqangi konsertlar bilan diydor ko'rishamiz. Chinor kafesida yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Zo'rg'a turgan ekansiz, Islomjon. Xo'p. Bugun bir ukamizni ham tavallud ayyomlari ekan, Faridunni. Akamizcha kechroq kelishibdi, bir qo'shiq so'rashyapti. Endi aytib beramiz talablarga binoan. Orol dengiz, orol bechora dengiz. Zilol dengiz, suvi ovora dengiz. Baxt qora manglayi qora dengiz. Ko'z oldimda birar jon. Ko'z oldimda birar jon. Qanib qadim qirg'og'ida bog'lari, tuprog'i yuzida jaldog'lari. Somonday sarg'ayib qizg'aldoqlari. Ko'z oldimda birar jon. Ko'z oldimda birar jon. Qarog'imga qum ko'chdi. Falon yurtga sig'may tag'in kim ko'chdi? Tag'in qaysi uyim chirog'i o'chdi? Ko'z oldimda birar jon. Ko'z oldimda birar jon. Men o'yladim bu dunyo jang maydoni. Orolim mon emas to'lib paymoni. Go'ro'g'lidek yurtimning bir o'g'loni. Ko'z oldimda birar jon. Ko'z oldimda birar jon. Osmonlarga qo'l yetgan davronim. Bir chora bo'lmagin bezabonim. Peshonamga bitgan yolg'iz ummonim. Ko'z oldimda birar jon. Ko'z oldimda birar jon. Orol dengiz, orol bechora dengiz. Zilol dengiz, suvi ovora dengiz. Baxt qora manglayi qora dengiz. Ko'z oldimda birar jon. Ko'z oldimda birar jon. Yordam ber, qo'ling ber ey aziz inson. Qo'ldan kelgancha ijro qilib beramiz. Ustozlarim qo'shilib, uncha yaxshi bilmayman, qo'limdan kelgancha. Jonim ketar omonatli.
faqat iymon diyonatli. Ikki dunyo xiyonatli. Muhabbatga achinaman, jonim ketar omonatli. Faqat iymon diyonatli. Ikki dunyo xiyonatli. Muhabbatga achinaman. Umr shamdur yonib qolmas, ismim jahon tanib qolmas. Mensiz dunyo kamib qolmas. Muhabbatga achinaman. Umr shamdur yonib qolmas, ismim jahon tanib qolmas. Mensiz dunyo kamib qolmas. Muhabbatga achinaman. Sarson bo'lgan dillar aro, kuygan yolg'on tillar aro. Sarson bo'lgan dillar aro, kuygan yolg'on dillar aro. Shuncha o'tgan yillar aro, muhabbatga achinaman. Shuncha o'tgan yillar aro, muhabbatga achinaman. Majnun ko'zim qum ko'madi, meni do'stushim ko'madi. Majnun ko'zim qum ko'madi, meni do'stushim ko'madi. O'lsa uni kim ko'madi, muhabbatga achinaman. O'lsa uni kim ko'madi, muhabbatga achinaman. Ey muhabbatga achinaman. Ey Gulbadamni so'rashyapti. Bitta qo'shiq edi, keyin o'zim. Yostig'im bag'rida, soching tolasi, yuragim qarida, qalbing nolasi. Yostig'im bag'rida, soching tolasi, yuragim qarida, qalbing nolasi. Kechir men hayotning nodon bolasi, qadringni bilmadim ey birinchi. Irmakka aylandi so'zlarim endi, somondek sarg'aydi yuzlarim endi. Pinhon kulib ketdi do'stlarim endi, men esa yig'ladim ey birinchi. Pinhon kulib ketdi do'stlarim endi, men esa yig'ladim ey birinchi. O'lsam urguvchi bir ilhaq onam, ortimdan zorlanar qayda deb bolam. Hijronning qarida tosh qotar tanam, yashashga ko'nmadim ey birinchi yor.
yostug'im bag'rida, soching tolasi, yuragim qarida, qalbing nolasi. Kechir men hayotning nodon bolasi, qadringni bilmadim ey birinchi yor. Kechir men hayotning nodon bolasi, qadringni bilmadim ey birinchi yor. Men esa yig'ladim ey birinchi suv. Namanganlik akalarimiz talablarga bilan yor jamoli jamoli ey jamoli ey jamoli, boshida turib rumoli ey rumoli ey rumoli. Bizga nasib etarmikan visoliya visoliya, bizga nasib etarmikan visoliya visoliya. Ey gul badan jon olg'uchim tezroq jonim olsang-chi, ey gul badan jon olg'uchim tezroq jonim olsang-chi, tezroq jonim olsang-chi. Qachongacha ko'chamizdan o'tasan, o'tasan, o'tasan? Qachongacha qiyo boqib ketasan, ketasan, ketasan? Qachongacha bizni ado etasan, etasan, etasan? Qachongacha bizni ado etasan, etasan, etasan? Ey gul badan jon olg'uchim tezroq jonim olsang-chi, ey gul badan jon olg'uchim tezroq jonim olsang-chi, ey gul badan jon olg'uchim tezroq jonim olsang-chi, tezroq jonim olsang-chi. Rahmat, salomat bo'linglar. Yana davom etaylik. O biladi endi. Xurshid aka. Qo'ldan kelgancha hech aytmaganman. Bu qo'shiqni endi biz ham yaxshi ko'ramiz bu qo'shiqni. Hech aytib ko'rmaganmiz. Sho'rg'ibek keling. Biz birgalikda aytib beramiz. Dünya Xudo mulki, atrofim to'la tulki. O'tinaman Xudodan qilmashilarga kulgi. Arslonman degan sirtlon, hammasi soxta yolg'on. Faqat arslon bolasi arslon bo'ladi, arslon bo'rma degan shoqol. Yo'qol ko'zimdan yo'qol, shoqoldan do'st chiqmas deb elda to'qilgan maqol. Omadi kelsa jildik, bulbulman deydi ichda. Ko'raverasan, yashasang hammasi ayon kundiye. Aslan shuni tan olgin,
yovni xudoga solgin erkak bo'lib keldingmi erkakliging chaqolgin dunyo xudo mulki atrof tulki o'tinaman xudodan qilma shularga kulgi bizga uyga vazifa keyingi safar o'rganib kelamiz mana xudo xolasa. Shohruxbek bilan birga ustoz Oxunjon Madaliyevni bir qo'shig'ini birga duet qilib aytamiz. Endi e'tiborlaringga. Xo'p, davom etamiz qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Mushtoq nigohlaring sarson etmagil, zimdan termilmagil behol va behud. Mushtoq nigohlaring sarson etmagin, zimdan termilmagin behol va behush. Sen hali go'daksan norasta singlim, bir kuni keladi shahzodangni kut, men esa ketaman unutgin unut. Bir kuni keladi shahzodangni kut, men esa ketaman unutgin unut. Hali sen sevarsan seni sevarlar, hali yigitlar seni deyarlar. Hali sen sevarsan seni sevarlar, hali yigitlar seni deyarlar. Hali kimlar seni izlab kelarlar, bir kuni keladi shahzodangni kut, men esa ketaman unutgin unut. Bir kuni keladi shahzodangni kut, men esa ketaman unutgin unut. Tinchlik ko'ksimni dog'lab qolaman, go'zalim senga baxt tilab qolaman. Tinchlik ko'ksimni dog'lab qolaman, kichik gunoh bu yig'lab qolaman. Bir kuni keladi shahzodangni kut, men esa ketaman unutgin unut. Mushtoq nigohlaring sarson etmagin, zimdan termilmagin behol va behud. Sen hali go'daksan norasta singlim, bir kuni keladi shahzodangni kut, men esa ketaman unutgin unut. Bir kuni keladi shahzodangni kut, men esa ketaman unutgin unut. Unutgin unut, unutgin unut. Rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.
Farruxbek Nabiyev. muxlislari sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, sog' Tashakkur. bo'linglar.